O'zbekistonga xitoyliklar ko'chib kelishi ko'paymoqda. O'zbekistonda nima kuchayapti? O'zbekistonda shu Xitoy kuchayapti deydi-ku. Xitoyliklar O'zbekistonga kirib kelishyapti emas, ular kirib kelib bo'lishdi. Toshkent shahri xaritasini shunday olibdi o'zingiz uchun. Qaysi joylar Xitoy sotib Xitoy kompaniyasi O'zbekiston bozorini poraxo'r rahbarlar sabab tortib olyapmiz, sotib olyapmiz deb gapirdi. Bayonot berdi, butun dunyoga e'lon bo'ldi. Bu poraxo'rlarni bu yomon aybi poraxo'rligi ham mayli, vijdoni ham yo'q ekan. Davlat tomonidan formani kiyib olib, shuni orqasidan foydalanib, o'zga erda ayoliga hujum qilib, xiyonat qilayotgan bu zinokor parakkanda ayrim bir iflos isqirt uchastkovoylar sallarga tegishli. Davlat sallarga ishonib, mana BYD ham ketdi, bosyapti. Ana 120, 130, mana 140, 145, 150 mana ketdi, o'zi boshqaruvni yo'qotdi ham. Voy, yo Alloh qudratingdan. Mana siz ko'rgan o'sha 150 kilometr Samarqanddagi Registonga borgan koreyalik sayyoh tarixiy joyga kirish uchun bilet qayerda sotilishini ichki ishlar xodimlaridan so'ragan. Xodimlar esa sayyohdan 50 ming so'm miqdorida pul so'rab, uni devor orqasida turgan ishlatilmayotgan chiqindi qutilar ichiga qo'yishini aytgan. Jun, my name is Jun. My name is Ako. jim yuribman, og'zimni yumib jim yuribman, qo'pol bo'lsa ham mahkam qisib yuribman. Lekin bu qanday tushunish mumkin? Astag'firulloh, qanday tushunish mumkin? Turma G'ayrat aka, bo'ldi, men hozir uni hal qilamiz, gaplashaylik. Men o'zim hujjatni tashab bering, ko'rib chiqib aytib olaman sizga hali. Hozir yo'lda edimda. Samarqanddagi Registonga borgan koreyalik sayyoh tarixiy joyga kirish uchun bilet qayerda sotilishini ichki ishlar xodimlaridan so'ragan. Xodimlar esa sayyohdan 50 ming so'm miqdorida pul so'rab, uni devor orqasida turgan ishlatilmayotgan chiqindi qutilar ichiga qo'yishini aytgan. Jun, my name is Jun. My name is Ako. mana BYD ham ketdi, bosyapti. Ana 120, 130, mana 140, 145, 150 mana ketdi, o'zi boshqaruvni yo'qotdi ham. Voy, yo Alloh qudratingdan. Mana siz ko'rgan o'sha 150 kilometr jim yuribman, og'zimni yumib jim yuribman, qo'pol bo'lsa ham mahkam qisib yuribman. Lekin bu qanday tushunish mumkin? Astag'firulloh, qanday tushunish mumkin? Turma G'ayrat aka, bo'ldi, men hozir uni hal qilamiz, gaplashaylik. Men o'zim hujjatni tashab bering, ko'rib chiqib aytib olaman sizga hali. Hozir yo'lda edimda.